Yoqqanda chang mana daraxtlar. Bunni yo'llar mahallalar ichigacha, bog'lar. Changi ponni qoplagan. Havo ochilmaydi mana shunday tumanga o'xshagan chang bor doim. Shu yerda Yasin zavodning tagida bog'im bor. Umuman changlab qoladi-da, meva daraxtdan umuman chang ketmaydi. Endi shamol, to'fonlarda umuman turib bo'lmaydi o'sha bog'da atrofida. Mevalar toza bo'lar edi, chang bo'lmasdi. Kasalliklar chiqyapti, gripp ko'payyapti, o'sha qish mavsumida ham toza havo yo'q. Hozirgi kunda O'zbekistonning deyarli har bir yirik hududlarida ilg'or texnologiyalardan foydalangan holda faol qurilishlar olib borilmoqda. Albatta, bugun ishga tushirilayotgan sement zavodi yangi O'zbekiston tarixida yorqin yangi sahifa yozadi. O'zbekistondagi qurilish bumi juda katta miqdorda material talab qiladi. Surishtiruvimizning birinchi qismida biz Xitoy investitsiyalari ishtirokidagi yangi sement zavodlari bozorni qanday o'zgartirgani va sement narxlarini qanday pasaytirgani haqida batafsil aytib bergandik. Ammo har qanday yirik ishlab chiqarishning ikkinchi tomoni bor. Bu atrof muhitga va biz nafas olayotgan havoga ta'siridir. Biz davlat inspeksiyalarining rasmiy hisobotlari va ekologik ekspertiza xulosalarini oldik. Ushbu hujjatlardagi raqamlar aslida vaziyat qanday ekanini ko'rsatadi. Qonunga ko'ra sement zavodlari ekologik xavfning birinchi, eng yuqori toifasiga kiradi. Bu davlat ularni ayniqsa qat'iy nazorat qilish kerakligini anglatadi. Tahririyatimiz Xitoy kapitali ishtirokidagi 7 ta shunday yirik korxona bo'yicha hujjatlarni o'rgandi. Jizzax viloyati Huaxin sement zavodi. Ekspertizamizning rasmiy hujjatlariga ko'ra, ushbu korxonaga havoga yiliga 10 ming tonnadan ortiq modda chiqarishga ruxsat berilgan. Shu bilan birga sun'iy yo'ldosh xaritasida zavod butun mintaqa uchun ichimlik va sug'orish suvining eng muhim manbai bo'lgan Janubiy Mirzacho'l kanalidan atigi 20 metr narida qurilgani ko'rinadi. Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Qarshi Kont sement zavodi. Davlat ekspertiza hujjatlari bu yerda chiqindilar normativi yiliga 7200 tonnadan ortiq ekanini ko'rsatadi. Sun'iy yo'ldosh tasviri muhim bir tafsilotni ochiqladi. Zavodning ulkan hududi 3 tomondan davlat o'rmon xo'jaligining muhofaza qilinadigan yerlari bilan tutashib ketgan. Navbat Farg'ona viloyatiga yetdi. Hududdagi Yasin zavodi. Ekologik ekspertiza markazi hujjatlaridan ma'lum bo'lishicha, zavodning eski ruxsatnomasi 2023-yil oktyabrda tugagan. Yangisi esa unga faqat 2024-yilning yanvar oyi oxirida berilgan. Demak, yirik zavod hujjatlarini qayta rasmiylashtirish davrida roppa-rosa 3 oy u 4 kun ishlagan. Davlat inspektorlari korxonani buning uchun 370 million so'm jarimaga ham tortib ulgurgan. Boshqa zavodlarda ham chiqindilar bo'yicha rasmiy yillik limitlar bor. Samarqanddagi China Energy loyihasida qariyb 7000 tonna, Ohangarondagi Toshkent Kont sement zavodi qariyb 4000 tonna, Andijon viloyatidagi Kichik Shangfeng va Andijan WSS zavodlari hujjatlarida yiliga mos ravishda atigi 56 va 47 tonna chiqindi chiqarishini, deyarli barcha changni tutib qolishni va'da qilgan. Nega unda rasmiy hujjatlarda zavodlar xavfsiz deb tasdiqlangan? Mahallalardagi odamlar esa changdan shikoyat qiladi. Gap nazorat usullarida. O'zbekistonda loyihalar tarqalish matematik modeli asosida ma'qullanadi. Amaldorlar qog'ozda quvurdan chiqqan tutun va chang, shamol ularni turar joylargacha olib borguncha havoda erib ketishga ulgurishini hisoblaydi. Ammo bu model zavodda yoqilg'i almashtirilganda, nosozliklar yuz berganda yoki tozalash filtrlari to'liq quvvatda ishlamaganda aslida nima bo'layotganini ko'rmaydi. Inspektorlar jismoniy tekshiruvni jadval bo'yicha 3 oyda atigi bir marta o'tkazadi. Xitoyning o'zida yondashuv butunlay boshqacha. U yerda nazorat qog'ozdagi hisob-kitoblardan to'g'ridan-to'g'ri manbaga, zavod quvuri ichiga ko'chirilgan. U yerda o'ta past chiqindilar standartlari amal qiladi. Maxsus avtomatik datchiklar chang va gazlar miqdorini har daqiqa o'lchaydi va ma'lumotlarni uzluksiz ravishda davlat serverlariga uzatadi. Zavod oy davomida vaqtning 95% dan qat'iy me'yorlarga rioya qilishi shart.
Bunday nazoratda filtr buzilganini yoki sifatsiz xomashyo ishlatilganini yashirishning iloji yo'q. Investorlarning qog'ozdagi hisobotlari ko'pincha reallik bilan mos kelmaydi. Anxoruz tahririyati so'nggi 2 yil ichida Ekologiya vazirligining instrumental tekshiruvlari bo'yicha rasmiy ma'lumotlarni o'rgandi. Hujjatlar shuni ko'rsatdiki, o'rganilgan barcha zavodlarda me'yorlarga nomuvofiqliklar qayd etilgan. Masalan, Huaxin Sement Jizzax zavodida inspektorlar chang va gazlar bo'yicha normativlardan oshib ketishning 50 ta holatini aniqlagan. Davlat ekspertizasi hujjatlari sababni tushuntirgandek go'yo. Zavod pechlari yiliga atiga 1800 soat tabiiy gazda, ko'mirda esa 5400 soat ishlaydi. Ya'ni zavod vaqtning 75% da ko'mirda ishlaydi. Yiliga chorak million tonna qattiq yoqilg'i yoqadi. Ayni shu esa oltin gugurt gazi chiqindilarining bunday katta hajmini amalda namoyon etadi. Kitob tumanidagi Qarshi Kont sement zavodida davlat inspeksiyasi sement changi bo'yicha me'yorlardan oshib ketishning 36 ta holatini qayd etgan. Bu zavodning qog'ozdagi loyihasi deyarli hech qanday mustahkamlik zaxirasiz tuzilgan turar joylar yonidagi chang bo'yicha hisob-kitob ko'rsatkichlari eng yuqori ruxsat etilgan limit chegarasida bo'lganini anglatadi. Farg'ona Yasin zavodida esa 2024-yilning 30-oktyabrdagi tekshiruv birdaniga 4 ta modda bo'yicha me'yorlardan oshib ketishni aniqlagan. Zavod yiliga 222 ming tonna import ko'mir yoqadi. Ekspertiza ushbu yoqilg'ida sof oltin gugurt miqdori 0,8% ekanini qayd etgan. Bu yuqori ko'rsatkich bo'lib, filtrlardan ideal va uzluksiz ishlashni talab qiladi. Eng yangi va yirik zavodlar: Samarqand viloyatidagi China Energy va Ohangarondagi Toshkent Kont sement zavodi. Prezident farmoniga ko'ra, quvurlarga avtomatik datchiklar o'rnatilishi shart edi. O'zsanoat qurilish materiallari assotsiatsiyasi ularning nazorat tizimiga kiritilganini tasdiqlaydi. Biroq ushbu o'lchov natijalari hanuz ochiq foydalanish uchun e'lon qilinmayapti. Ohangaron kabi sanoat zonalari aholisi atrofidagi havo xavfsizmi yoki yo'qligini tekshirish imkoniga ega bo'lmay, rasmiy hisobotlarga so'zsiz ishonishga majbur bo'lamiz. Sanoat zonalarimiz atrofidagi kasallanishlar bo'yicha ochiq tibbiy statistika ommaviy foydalanishda yo'q. Ammo xavflar ko'lami xalqaro ilmiy tadqiqotlardan tushunarli bo'lmoqda. Norvegiya, Hindiston va Malayziyadagi olimlar tadqiqotlariga ko'ra, mayda dispers sement changi doimiy nafas olish tizimiga zararli ta'sir ko'rsatadi. Norvegiyada sement ishlab chiqarish korxonalari ishchilarida surunkali o'pka muammolari ushbu sohada ishlamaydigan odamlarga qaraganda 4 barobar ko'proq ekanligi aniqlangan. Sement zavodlarining ko'mir parchalaridan atigi bir necha 100 metr narida yashaydigan minglab oilalar uchun bu salomatlikka real xavfdir. Soha idoralari zavodlarning iqtisodiy modernizatsiyasi va resurslarini tejash haqida xabar bermoqda, ammo elektr energiyasini tejash faqat investorlarning xarajatlarini kamaytiradi. Hududlarimiz havosini himoya qilish uchun qog'ozdagi hisoblardan qat'iy va shaffof nazoratga o'tish zarur. Anxoruz tahririyati ekspertlar fikrlarini umumlashtirdi va 3 ta tushunarli qadamni taklif qiladi. Birinchi toifadagi barcha zavodlar uchun ekologik sertifikatlar va yashil belgi markirovkasini olishni qat'iy majbur qilish. Agar hujjatlar yo'q bo'lsa, ish to'xtatiladi. Ikkinchi, zavod egalari quvurlardagi onlayn monitoring datchiklari ma'lumotlarini barcha fuqarolar uchun real vaqt rejimida ochishga majbur qilish. Uchinchisi esa zavodlarni kengaytirishdan oldin mahalliy aholi bilan majburiy jamoatchilik eshituvlarini qonunan mustahkamlash. Ekologik xavfsizlik bu O'zbekiston mahallalaridagi odamlar salomatligidir. Nazorat ochiqligi me'yorlarga muvofiqlikni mavhum va'daga emas, real hayotga, tekshirilgan faktga aylantiradi. Tadqiqotning to'liq matni va rasmiy hujjatlar Anxoruzning rasmiy saytida mavjud. Saytimizga o'ting va batafsil maqolani hamda hujjatlarni u yerda o'qib tanishishingiz mumkin. Hozircha siz bilan xayrlashamiz va kelgusi surishtiruvlarimizda uchrashguncha deymiz. Anxoruzda qoling va bizni kuzatishda davom eting.